Hammaga salom do'stlar. Men sizlar bilan Robert Playerman. Bugungi videoda men sizlar bilan Splashing Forces Group 2 o'yinida zombilarga qarshi o'ynaymiz. Oddiy emas, expert rejimda o'ynaymiz. Bu botlarni juda kuchli qilib qo'yadi. O'zim har doim expert o'ynayman. Ba'zi kuchsiz qilib qo'yishim mumkin. Easy shuni qilib qo'yishim mumkin. Hard zombi rejimiga qo'yamiz va big detectga bosamiz. Kirdik unda. Do'stlar, videoga like va obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Tak. Do'stlar, men pul modini yoqib qo'yishim kerak. Tak, mana. Bo'ldi do'stlar. Boshqa modni yoqmayman. Keyin yoqib qo'y hammasini. Bo'ldi. To'xtaylik. Qaysi avtomatni olsam ekan? AK-12 ni olaman. Mana do'stlar, mana shu zo'r avtomat dushmanlarni o'ldirish uchun. Mana bo'ldi. Do'stlar, to'xtaylik. Mana kondan olaylik. Bo'ldi do'stlar, mana kodini yoramiz. Ketdik. Ketdik do'stlar. Mana sang. Do'stlar, video boshlandi. Do'stlar, agarda shu videoga 1000 tadan oshiq like yig'ilsa, men sizlarga Splashing Forces Group 3 o'yinida ya'ni agarda 1000 ta like yig'ilsa, Splashing Forces Group 3 o'yinida zombilarga qarshi o'ynayman. Do'stlar, iltimos shuning uchun menga 1000 ta like yig'ib beringlar shu videoga. Shunda nima edi? Splashing Forces Group 3 o'yinida zombilarga qarshi o'ynayman. Do'stlar, Splashing Forces Group 3 o'yini ham zo'r o'yin. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, unda videoga qaytamiz. Yo do'stlar, mana qaranglar. Ya'ni kirishmasmikan? Do'stlar, yaxshi. Qan yoqki. Tushunmadim. Eagle o'libdimi deyman yoki Raven o'lgan. Voy do'st, o'qla. Rahmat bratishkam, kartishkam, o'zimni bratishkam, mana bratishkamda. Mana o'rganga. Do'stlar, zombilarni o'ldirayotganda mana shu avtomatni olsanglar yaxshi. Ikkinchi rejimga qo'ysanglar. Do'stlar, men zombilarni o'ldirishda zo'r avtomatlarni ko'rsatganman. Zombilarni o'ldirish uchun o'sha avtomatlarni olib, men aytganlarni olib, anaqa zombilar bilan bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Do'stlar, o'qlayman deb yuruvchani bosuvdim. O'ldirib qo'ydi, mayli. 38 ta o'ldirdim, 2 marta o'ldim. Nimaga o'lib qolma, oldinchi o'lmasdimmi? Do'stlar, mana ikkinchi rejimga qo'yib olamiz. Bunisida o'lmasligiga harakat qilaman do'stlar. Bunisida o'lishga haqqim yo'q. Yaxkelish basharalar. Do'stlar, mana shu o'ldirib qo'yapti-da, mana shuni boshqachasi. Mana rost o'ldirib qo'yapti o'shuni. Menimcha faqat o'sha o'ldirdimi deyman. Yaxki. Strika, Vulture. Bizoniki Vulture o'zi o'libdi, do'stlar. Tak, ke. Yo do'stlar. Yaxki. Do'stlar, agarda sizlarga mana bu tepamda turgan modlar kerak bo'lsa, meni Telegram bot kanalimga kirib, anaqa mana shu modni yuklab olishingiz mumkin. Nima edi? Telegram kanalining opisiyaniyasi kommentariyada bo'ladi. Ya'ni nomi. Yaxki. Do'stlar, men o'tga bitta kontrnikini emas, boshqa o'yinning modlarini ham tashiyman.
kelish parazitchilar. Do'stlar, hozir ham aytib qo'yganim, menimcha yaxshi o'yinimni kanalim nomini Robert Player Play Mode deb yozsanglar chiqadi. O'zimni YouTube kanalimni rasmi turadi. O'zgartirmaganman. Ya'ni o'shuni qilib qo'yganman rasmini. Voy, qoch. Yaxshi. Do'stlar, o'ldirib qo'yishdi qasdorlar. Yaxshi. Spider. Uyam o'libdi. Bizanikilardan 4tasi o'libdi do'stlar. Ularning nechtasi o'libdi? Ular tirilaveradi, o'lmaydi bittasi ham. O'lmasga sheli bo'li. Yoki yalmoq kampirlar. O'lishmaydi hech qachon. Parazitchilar. Baka, parazit. Baka. Do'stlar, ko'rasizlarmi? Urvin nechidan o'tdi? Mindan o'tdi. Ya'ni ba'zi boshqa tigani minlardan oladi. Snaypernikidan oladi. Snayperni urvinini oladi. Yaxshi. Do'stlar, agarda Minecraftda One Block o'yinini o'ynashni xohlasanglar, videoga 1000 ta like yig'ib beringlar. Ya'ni Minecraftdan video olaman. O'sha videoga 1000 ta like yig'ib bersanglar, hozir olmaganman bu videoni. O'sha videoga 1000 ta like yig'ib bersanglar, men Minecraftda One Block o'yinini o'ynayman. Ukam bilan yoki o'zim o'ynashim mumkin do'stlar. Kelish. Do'stlar, bunisi tashqarisiga chiqmaymiz, bazasi tarafga. O'lding, короче, bratishkam, nima o'tib ketdi? Yo'q, kelish. Mashta turaman yaxshi do'stlar. Faqat mashta turaman. Do'stlar, men YouTube kanalimda ko'p kamchiliklar bor. Bittasi masalan previewsi yo'q videolarni, lekin amallab qanaqadir rasm qo'yaman, preview qo'ymayman. O'zim amallab qasdir videoni qasdir qiziqarli joyini qo'yib qo'yaman. Preview qo'yishni qachondir o'rganishim mumkin, lekin ancha marta o'rganmoqchi bo'lganman, o'rgana olmaganman. Lekin qachondir qilishim mumkin shu ishni. Do'stlar, mayli, unday bo'lsa videoga qaytamiz. Yaxshi kelish. Men bu yerga chiqmayman dedim hozir do'stlar. Lekin chiqdim. Nima uchun? Yaxshi kelish. Hamma bitta kelish. Bitta emas, ikkita kelsalaringdan bo'ladi. Faqat uxlayotganda momo bo'lgan. Ana do'stlar, ikkita kellaring dedim. Ikkitadan keldi. Mana o'sha ikkitadan keldi. Uchtadan kelish endi. Uchtadan keldi. Keting. Mana ko'rasizlarmi do'stlar? Shu qilib 10 tadan kelmasa bo'ldi. Deganim 10 tadan kelib qolsa do'stlar. Do'stlar, video yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'yinglar va obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki haligacha ko'rib, lekin like va obuna tugmachasini bosmaganlar bor. Do'stlar, savoli, nimaga boshqalarning videolarini konturdan bo'ladi-da? Men konturdan ko'p video olganman. O'shlarni ko'p ko'rasizlar, menikini kam ko'rasizlar. Savolni kommentariyaga yozib ketinglar. Agar kommentariyaga yozsanglar, do'stlar, keyin kommentariyalarim ba'zida yopiq bo'lib qoladi. Yozib bo'lmaydi hech narsa. Do'stlar, sal qoldi o'lishimga. Do'stlar, savolimga javob yozib ketinglar. Boshqalarning videolarini ko'p ko'rasizlar. Ba'zi mashhur emas youtuberlarning videolarini ko'p ko'rasizlar. Men mashhurroman ularning ichida. Lekin ularnikini ko'p ko'rasiz. Do'stlar, men ko'proq shortslarim bilan mashhur bo'lganman. Chunki shortslarim juda ko'p chiqaraman, videolarimni uncha emas. 20 tami, 30 tami shunaqa chiqarganman hozir.
Videolarim yaqinda 100 ta bo'ladi. Bu yoqqa. Mana salligi. Do'stlar, kommentariy yozib ketinglar. Horror videolardan ham, horror o'yinlardan ham video olaymi? Horror videolardan, horror o'yinlardan video olsam, menimcha ko'p ko'rasizlar, do'stlar. Iltimos, hech bo'lmasa o'sha horrorlardan chiqarsam, like obuna tugmachasini bosib ketinglar. Men qancha sizlar uchun mehnat qilib video olaman, sizlar bo'lsa buni oqlamaysizlar. Men soatlab yoki 2-3 kunda videoni chiqaraman ba'zi videolarimni. Montajni ko'p qilarsam yoki ko'p zagruzka bo'ladigan bo'lsa. Qancha vaqt o'tiraman videoni qo'ya olmasdan. Qo'ya olaman u ancha payt ketadi zagruzka bo'lishiga. Do'stlar, sizlarga maslahat beraman. Splash and Fast ko'rib 2 o'yinda raqiblaringlarni, ya'ni sizlar askarsizlar, dushmanlarni bazasini yoniga turib olmaylar. Chunki ana o'sha paytda ular hali to'liq aniq yarali bo'lmagan bo'ladi. Keyin sizlar o'qinglarni ketkazaverasizlar, endi o'qinglar tugab qolganda ular sizlarni o'ldirib qo'yishi mumkin. Ya'ni ba'zilar tushunmagan bo'lishi mumkin. Mana qaranglar, bazasiga bordinglar. Endi yaralishganda bular, lekin ularni o'ldira olmasizlar. Bu degani ular hali yaxshilab yarali bo'lishmagan. Sizlarni otib-otdimi demay ular yarali bo'lishmagan. Do'stlar, iltimos yozgacha meni kanalimga 100 tadan oshiq obunachiga beringlar. Chunki nechadir oydan beri 32 ta biz. 32 ta donamiz obunachilar. 32 ta donamiz. Meni nechadir mingta odam ko'rgan. 32 tasi obuna bo'lgan. Qolgan hech kim obuna bo'lmagan. Obunachilarni yig'ib beringlar do'stlar, iltimos. O'qib tugadi. Shu paytda ham tugaydim. Do'stlar, keyin videolarni uncha ko'p chiqarmayman, chunki maktab bor. Yozda ko'p chiqarishga harakat qilaman, chunki kanikul bo'ladi. Lekin unda ham ko'p chiqara olmasligim mumkin. Keyin men shanba-yakshanba kunlari chiqarmayman videolarni. Shanba-yakshanba kunlari chiqarmayman. O'zinglar bilasizlar. Agar meni har doim ko'radiganlar bor bo'lsa, shanba kunlari men video chiqarmayman. Qolgan kunlari video chiqarishim mumkin. Bu yoqqa hamma parazitchalar. Tak. Yaxshi. Vaqt ozgina qoldi. Do'stlar, shunda bizni yutsak, hozir mana shu raundda bizni yutsak, videoni to'xtatamiz. Agar yutmasak, ikkinchi qismini ham olamiz. Mayli, bu videoni nechtadir qismli qilamiz. Do'stlar, bu birinchi qismi do'stlar. Yo'q do'stlar, mana sangi. Voy do'stlar, nimaga o'qiladim? Mayli do'stlar. Lekin o'q ketdi-da, o'q ketdi. 4 o'qi bor. Ikkita yanasini ishlatdim. Qolganlarini ishlatmadim. Mana sallay, yaramaslar. Nima bilan ko'payib ketishdi? Biz 9 ta qoldik. Namuncha ko'pimizni o'ldirib tashladilar. Mana sang. Do'stlar, agar e'tibor bersanglar, zombilar o'ynayotganingizda o'zinglarni sheriklaringlar ko'proq zombilarni tez o'ldiradigan, ya'ni tez o'ldiriladigan avtomatlarni olishadi. Nimaga bilasizlarmi? Chunki botlar bilishadi qaysi avtomatlar zo'r o'ldirishini. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Men sizlar bilan Robert Play bo'ldim. Sog' omon bo'lishga majbursizlar. Xayr do'stlar, salomat bo'linglar.